Nazarbek sanatoriyasida yurib biza, mana dam oluvchilar biza har necha yildan beri shu sanatoriya nima qilib kelib turamiz. Bu yil kelsak, mana juda ko'p yangiliklar bor ekan sanatoriyda. Yangi fizioterapiya bo'limlari ochilibdi. Shunaqangisini ham chiroyli xonalar, chiroyli remont bo'libdi. Nima oldin ham yaxshi edi, lekin bu yildan yana yangiliklar ham ko'payibdi. Chunki ertalab saharda tuya sutidan ham bahramand bo'lib, hamma dam oluvchilar xursand, hammamiz ham borib ichib kelyapmiz shu tuya sutlaridan. Mana hozirgi bu fizioterapiya bo'limlarida xursand bo'lib basseynga ketyapmiz. Basseynlari o'zi ilgari ham juda zo'r, yaxshi edi. Hozir ham juda zo'r, kirsangiz suvdan chiqingiz kelmaydi. Shunaqangi zo'r sanatoriya sharoitlarni yaratishyapti. Rahmat, hamma xodimlari, hamma nimalari biridan biri shirin so'z, hammasi mehmondo'st, yaxshi xodimlar ekan.